Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan tashkil etilayotgan Amir Temur oyligi doirasida 70 dan ortiq talabalar bilan Amir Temur maqbarasiga tashrif buyurdik. Nafaqat mutaxassislar, balki akademiya talabalarini o'zlari ham gidlik qilib, bu yerdagi ziyorat obyektlari yoki boshqa obyektlar to'g'risida ma'lumotlarni berishyapti. Akademiyada olgan bilimlari doirasida. Talabalarimizni ko'ryapmizki, vatanparvarlik, o'z ajdodlaridan faxrlanish, g'ururlanish tuyg'ularini shakllanganini ko'ryapmiz. Bundan keyin bunday ziyoratlarni ko'proq tashkil qilishni rejalashtirdik.